joyingizda ko'ringlar. 4 xonali ekan. Bitta sanuzel, bitta hojatxonasi ham bor ekan. Uyimiz korobka holatda, seysmali, regenli. Betonlari ham baland qilib, zo'r qilib qo'yilgan ekan. Remontlari juda ham remont qiladigan holatda. Polpatavalo qilib turib, xumsuvoqni ichkariligini qilib turib, Короче, aboylarni bosib zo'r qilib bemalol yashaydigan qo'ysa bo'ladi. Metibda qo'rqmas it bor ekan. Qo'rqinchli. Xo'p, uyimiz chorsi 4 burchak. Uzun mevali daraxtlari bor. Bemalol qurilish qilgan yana bo'sh maydonlari bor ekan. Uyimizga 2 ta, 3 ta, 4 ta ko'kan misol bemalol qurilish qilsalang yashasa sig'adigan joy ekan. 4 burchak, chorsi. Narxini $49.500 dan tushib beriladi. Bemalol pastki raqamlarga telefon qilib baraka qilaverasizlar. To'loq lokatsiyamiz Qo'shtepa tumani Beklar mahallasida ekan. Bemalol pastki raqamlarga telefon qilib ma'lumot olib baraka qilaverasizlar. Beklardan shunaqa korobka holatda yo'qlar ekan, tanishlarga video jo'natib berasizlar.